Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, obzorchi Salmon obunachilari. Mana bugun Xudo xolasa Andijondagi Tirkatajdan o'tganda Soy bozordan, ya'ni eski Soy bozor bor. O'shani oldida Aboy do'konida turibmiz. Xudo xolasa mana shinam uylar qurmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun go'zal aboylarni hozir Xudo xolasa chiroyli holatda obzor qilamiz. Aka, men bir chekkadan boshlasak bo'ladimi? Mana shu obzorlar qanaqa endi? Nomi nima bo'ladi? Aka, high-tech variant, neoklassikaga tushadigan aboylar. High-tech variantda. Bularni aslomiy ishlangan dizayni mana oddiy zarga o'xshamaydi. Zarlari ichidan to'lanish, fosforga o'xshab to'lanadi. И качестволari ham zo'r aboy. Seriallari, Kachisivalari ham zo'r. Xudo xolasa. tushgan. Mavsum qanday hisobiga? Narxlari ancha arzonlagan. Tonni xullas mana shu high-tech usuldagi, High-tech nimalarga klassikaga tushadi. neoklassikaga tushadigan. Bularni anaqasi nech pul endi aka? Bular 175 ming, 175 ming, 5 metr bo'ladimi? 10 metrdan. 10 metrdan uzunligi 1.20 mi? Eni 1.60 bo'lar ekan. 1.6, 1.6 santimetr. Yangi atachentalar 3 xil tog'lanishli, 3 tarafdan 3 xil tog'lanadi. Hamilyon. Hamilyon. Bular hamilyon deyiladi ekan akalar, mana ko'rib turganingizdek. Bularchi? Bular ham shunaqa-ya? Hamilyon usulida. Atachentalar har xil turlari bor. Atachenta mehmonxonalarga bo'ladi-a, zo'ra, xudo xolasa mana shular. Mana akalar, mana ko'rib turganingizdek xilidan bor, mana har xilidan bor. Aboylarni ustakalarimiz ham ko'radigan bo'lsa. Bular jemchuk sifatida, ya'ni jemchuk hozirgi mavsumga. Yo'qda rang. Xo'p. Bular qanaqa ekan aka? 10 metrlik 1.6, ha? Hammasi 1.6. Bo'ladigan aboylar bo'ladi. Artib latalarda bemalol uydagilar ham ishlata oladigan. Bu nech pul endi aka? Ruloni bitta 170 ming, bu ham. Eng zo'ri 170 mingdan to 140 minggacha. 140 minggacha bor. Xo'p. Hozir ko'p odamlar trikotajga o'rgangan, lekin boshqa qator bu trikotajdan sal teparoqda Soy bozori qatorida mendan keyin ham yana bir 3 ta do'kon bor. Ular ham mana shunaqa narx borasida nima deydi? Raqobatchi qancha narxlarni sindirib olgan. Boshqa qatorga Soy bozoriga kelsanglar, ancha Soy bozoriga keladigan bo'lsa, mana akamiz xudo xolasa. Zo'rni chiqarib qo'ysiz. Diagnomizlarni trikotaj bo'lsa, orqasi do'kasiga kirib olamiz. Boshqa qatorda mana shu do'konlarni hammasi narx sindirish. Akalar, mana manzilni ko'rsatamiz. Tirkataj bozor bor, Andijonda. Kuruk bor, Kuruk. Ya'ni bu tomon Jahon bozori ketadi, bu tomon ikkinchi Anjan. Xullas Kurukdan Tirkataj tomonga yurganingizdan keyin Tirkatajdan o'tasiz. Mana bu Soy bozor. Bundan o'tganingizdan keyin mana Kurgavoy, bu yog'i Yangiyo'l, bu yog'i Kilara ketadigan. Xo'p, Kurgavoyga yetmasdan 500 metr tepada mana Aboy deb yozib qo'ygan, mana akamizning do'koni. Xudo xolasa aksiya. Dekor bor, dekor bor, Royal Family, yaxshi kuchli brendli do'konlar bor. Bular ham ancha narxda borasida Raqobatlashadigan mana dekorlar ham bor ekanda. Ancha men misol bu do'kondan topa olmagan kun bu do'kondan topasiz. Bundan topasiz. Xullas Soy bozoriga kelsangiz yaxshi. Tirkataj bozoridan xudo xolasa arzon qilib berasiz ustakalarga, chiroyli qilib. Bu yerda yana aboylardan tashqari, ichkarida kraska funksiyalar bor. Kraska emusalar ham bor ekan akalar, mana. Lak pak, shunaqa narsa. Mana hozir orqa tomonda bu yoqda bozor bor. Eshiromlar, gipsokardonni optimi. Eshirom, gipsokardon, hamma yo'q. Xullas kalom topsanglar bo'ladi. Aniq lepka, pepkalar ham bor ekan, Hammasi bor, mana bu yerda bozor bo'lgan. Eshiromning Andijonlarning eng arzon sotadigan joyi mana shu tomon bo'ladi. Mana akalar, akfaromlar, endef, shipirlargacha topsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Uylarda ponni, qum suvi hamma yo'q bo'lgan bo'lsanglar, mana Aboyda ham topsanglar bo'ladi. Gipsokardon, mana Knaftu gipsokardonlari ham mashitda ekan akalar. Maytdan kirib ketsa nimalar bor? Mana shu polni, mana natijli patologni, даже stanok sotadigan nimalargacha bor. Natijli patolog deydigan bo'lsanglar, unaqa narsalar ham bor ekan. Stanoklargacha bor ekan. Xudo xolasa akalar, mana ko'rib turganingizdek
Xullas, yaqin. Mana aboylarni birinchi o'rinda ko'rsatdik, xudo xolasa, aboylarni turlaridan topsanglar bo'ladi. Necha xil aboy bor aka taxminan bu yerda? Meni do'konimda 900 dan ortiq aboy bor, lekin qo'shnilarimda 3000 xilgacha yaqin aboy bor. Mana akamizning do'konida уже 1000 ga yaqin, ya'ni 900 xil aboy bor ekan, xudo xolasa. 900 dan ortiq 1000 ga yaqin aboylari bor ekan mana. Qo'shnilarimiz undan ko'p. Ko'rib turganingizdek mana bejirim, mana har xil mana rangli, go'zal holatda. Mana shular ham aka 170 ming menda. Bular ham mana 100. Endi hozir mana bu aboylarni ko'ring. Aha. Bular yangi atachinkalar, bular hali aslatga aboy emas. Aha. 150 ming so'mdan sotilyapti hozirgi kunda. 150 ming so'm. Mana bular bor. Mana bular bor. Mana bular 150 ming so'mdan ekan akalar. Haligi aslatga aboy emas, ortiq bo'lsa vazirati ham Aha. bo'ladi. Vazirot ham qilib berar ekan, yetmay qolsa. Aha. Cheklanmagan qutlar bor. Demak akalar mana aboylarni turli xillaridan bor ekan, mana go'zal holatda. Mehmonxonaga deysizmi, yotoqxonaga deysizmi, spalniga deysizmi, o'zingiz didingizga qarab bemalol topsiz bo'lar ekan, xudo xolasa. Mana bu yoqda ham Gulli deymiz, mana italyanskiy dizayn. italyanskiy dizayn. Ha. Bular hammasi shanaqa ya, moshida, yuvib, 100% mo'sh. artib, tozalab, xudo xolasa. Yili mana yotoqxonalarga, Yotoqxonalarga. Buxoriy kayfiyat Aha. Xitoyda eng zo'r aboylardan. Bular 160 ming so'mdan. 160 ming so'mdan ekan, mana ko'rib turganingizdek. Malari bor. Akalar mana xudo xolasa, hammasi bu endi qayerdikasi? Asosan Xitoy, a? Asosan Xitoy, Xitoydik. rossiyskilar ham bor. Rossiyskiy Xitoy ekan akalar. Rossiyskiy aboylarimizni mana buni olmalarda. Bu guli kelgan qadbol nol atletlar, nol Aha. bo'ladi. Ko'proq bular hollarga, Koridorlarga, hollarga go'zal, xudo xolasa. mana buni 2025 da trend bo'lgan aboyimiz. 2025-yilda trend bo'lgan mana shu. Ko'pchilik odamlar qo'yishadi, xudo xolasa. Rossiyskiy aboy, bularda Xitoy ham уже chiqyapti. Xudo xolasa Aha. Xitoy ham keladi. Mana rossiyskiy aboylar. Bu asosan anaqalarga qo'ysa bo'ladi, haligi PlayStation xona, shunaqa narsalarga yoki bir Bu PlayStation Kafe, pafe. misol manaqa Ha. o'tkirroq narsalar bo'lsa, ha, ha. restoran, общественный joylarga bunaqalar. Shunaqa biznes qilmoqchi bo'lganlarga ham bemalol aboylar xillarini topsanglar bo'ladi. Mana kafe, mafiyalarga ham qilsanglar bo'lar ekan akalar. Xudo xolasa. Ofis boblari. Office bob. Har xil nimalar, mana PlayStationlarga bular zo'r. Ha, mana akalar go'zal holatda ko'rib turganingizdek turli xil akamizni do'konidan xudo xolasa topsanglar bo'ladi. Aka xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib, obzorchi Salmondan desa qilaverasa, xudo xolasa. Skidkalarni. Bonuslari bilan akamiz mana qilib berar ekan akalar. Mana gulli deysizlarmi, go'zal holatda. Kelganlar bilan kelib bemalol tanlab olsanglar bo'laveradi. O'rtakashsizlarsiz. Aha. Xudo xolasa o'rtakashlarsiz a? Ha. Bozorda o'rtakashlar ko'p bo'lib qolyapti. Ha. Bunaqa nimalar bo'lmaydi. O'rtakashlarsiz o'zingiz bemalol kelib, mana manzil, xudo xolasa, akamiz nomerini ham qoldiramiz. Telefon nomeriga, Telegramga yozsangiz, lokatsiyasini ham tashlab beradi. Lekin anjalli bo'lsangiz, xudo xolasa, to'liq tushuntirib qo'ydik. U rayon-payonlardan, maytulardan ham kelib olib ketishami aka? Qo'rg'ontepa, Qorasuvga dovur, dastlabkalarimiz tekin. Qo'rg'ontepa, Qorasuvgacha, demak, dastlabkalari tekin ekan akamiz. Ko'rib turganingizdek, aboylar xudo xolasa, xilidan topsanglar bo'ladi. Go'zal holatda mana 1000 ga yaqin aboyli turlari bor ekan. Akalar xudo xolasa qo'ldan kelgancha video obzor qildik. Bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda yanada go'zal obzorlar qilamiz, xudo xolasa. Aka sizga ham ishlaringizga rivoj. Xudo xolasa telefonlashamiz aka. Telefon nomeringizni aytib qo'ying akanchi. 88lik 060 23 53. Aka bozoringiz bersin, telefonlashamiz. Xo'p. Akalar mana xudo xolasa ko'rdinglar. Manzil o'sha Klara tomondan kelishdi, Kurgovoydan o'tib, bu yerdan soydan kelishdi, Tirkatajdan o'tiblar, mana bu yerda eski Andijon soy bozor bor. Bu yerda ham juda ko'plab narsalar, akfalar hamma yo'q topsiz bo'ladi. Shun bilan pastda bir devor desiz ham bo'ladi. Birinchi mana Aboy deb yozib qo'ygan do'kon akalar mana. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xudo xolasa bunaqa foydali videolarni chiqarishda davom etamiz.